Salom vatandaşlar, ben bitta voqeani sizlarga ko'rsatishga to'g'ri kelib, uchimiz yo'q. Просто bu hojatxonada bo'lgan voqea. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Qiziqmasdan ko'rib beraman. Mana bu hojatxona, endi bitta erkak yotibdi. Olishga harakat qilaman. Qanaqa nima bo'lganini tushuntirib beraman sizlarga. Uzun hoparlör için bunu hozir so'rab qilsam, bu xotinni urishgan, bir de xotinlarni gapirsam, xotinni urishgan, xotinni hadya bo'lgan, kelgan. Yotibdi, eshikni ochmagan. Chiqib yotibdi. Mana shu ichidan yotibdi deyapti. Sabab xotinni urishib qo'ygan. Xotinni keyin politsiya, bedagina xodimlar politsiya chaqirgan. Politsiya chaqirsa eshikni ochmagan. Nima bo'ldi desa, xotin boshqa qonchiga yotaman. Endi politsiya uni xotiniga chiqqan, bor erini olib ketdi degan, bo'lmasa eringa gostinitsani tober degan. Tushundingmi? U yo endi xotini kelib yo buni erini olib ketadi, yoki gostinitga joylashtiradi. Politsiya unga muhlat berdi. Shuncha vaqtdan keyin o'qitmasang, senga yana nashun tushiradi. Erkaklik otadan tuvalga qoldi, hojatxonaga ichkaridan qutsolgan. Yotibdi, mazza qilib. Buni Amerikadan qisib voqeada qilib turadi shunaqa. Videolarni ko'ringlar, like bosinglar, o'z fikrini aytinglar. Rahmat, kulgili voqea bo'ldi.